Assalomu alaykum. Biz Otozuba kanalimizni kuzatuvchilar, podpischilari. Akalar, xudo xolasa biz Toshkent shahar Kelesga kelganmiz. Bugun bir yaxshi o'spirim bor ekan. Ot ustidagi Abbos aka bizga o'spirim haqida ma'lumot beradi. Kelish Qirg'izistondan ekan. Abbos aka, assalomu alaykum. O'spirim o'rgatyapsiz shekilli. Jilolar kelib qopti. Zardalar chiqib qopti. Ozgincha turib qoldilar derazaga. Bu chegarada qolib ketdi, bir oy otlar hammasi. Haligi katta partiya otlaringiz hammasi? Shunaqa, hammasi qolib ketdi. Mana endi o'tib, endi keldi aka. 15 kuncha bo'ldi kelganiga ham turib qoldi otlar. Shuning uchun sal yo'lini bilmay turishibdi. Xudo xolasa o'spirim yaxshi, Alloh nasib etsa borgan joyini aniq qiladi. Aka, 5 qashqani ham o'sha zo'r ekan-a? Zo'r. Bir qaytaring-chi. Danchak smeshni aka. Danchak bilan smesh, ha? Budionskiy. Kallani qarang. Kallada mana pechini bumnigacha kelgan qashqa. Oyoqda 5 qashqa. Oyoq qo'lda nuqson ayb ko'rmadim. Yo'q, xudo xolasa. Ishiq-pishig'i yo'q. Zo'r. Alloh nasib. Tabrosi bor ekanmi? Tabrosi bor aka. 60 tabro degan-a? Mana tishlarini ham ko'rsatib turibdi. Pastga ozg'ilan saygan ekan-a? Ha. 4 yashar deyveramiz aka. Endi sayibdi. Ha, toy tishlari ham turibdi, 4 yashar degan yaxshi aka. Bu yolg'on gapirib, anaqa qilib sotganni foydasi yo'q. Bo'ylari qancha chiqib qoladi aka? Bo'yini aka 1.60 plus chiqaraveraylik, 62, 63 nari bersa chiqadi. Ha. Yani 65 gacha anaqa qilaylik, 60 plus deb chiqaramiz aka. Bo'ldi, 1.60 pul ha? Jonivor. Voy jonivor. Zardalar chiqib qopti. Bichimi chiroyli ekan, bichim. Bular bir oy qolib ketdi dedilar. Agar buni hozir yemga to'yg'izib, ovqatga to'g'izsani, ajoninglar. Ajoninglar, zardasi zo'r ekan. Qo'yib yubor deydigan ekan aka. Endi toyligiga boryapti. Yo'lini topishga sal qiynalyapti. Bostiraversani, xudo xolasa ancha yo'lini topib, aqlli nasib qoladi. Bo'ylari 1.62 dedilar. 1.60 plusga beraman dedilar. Mashinani o'tkazib yuboramizmi? Jonivor. Duh yaxshi ekan-a? Zo'r aka. Jonivor, ko'z tegmasa. Umuman parod qilingan zo'r. Nuqsoni yo'q mana. Bo'lib ham 5 qashqa. Chiroyligidan ekan 5 qashqani. Qashqalari bittasi kam, bittasi ko'p bo'lib quriymas ekan. Bir xil ekan qashqalar. Xuddi chizilganga o'xshaydi. Abbos aka, o'spirim narxini nech pul deymiz aka? Arzon chiqaramiz aka. Yengil qilib, ha? Yengil. $3200 chiqaramiz. $3200. Yana kami bor aka. Kami bo'ladi, ha? Jonivor, ko'z tegmasa. Akalar bitta like bosib qo'yasizlar. O'spirim g'ayratini qarang-a. Jonivor. Zaryati ham, to'ki ham joyida ekan. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. 0802 telefon nomerlar ekranda turibdi. O'spirimni kuchligini so'ragan akalar. Sizlarni 5 qashqa kutyapti. Qani kimga nasib qilar ekan. Jonivor.